Mevzi. Bugun biza nimaga endermenlar qo'liga blok ko'tara oladi, boshqa hayvonlar esa qo'liga hech narsani ko'tara olmaydi. Faqat bunga biglilarni va nima edi sotuvchi qishloqlarni kiritmaymiz do'stlar. Endermenlar nimaga qo'liga blok ko'tara oladi? Do'stlar, boshqa narsani emas, faqat blokni. Endermenlar bo'yin uzunligi bizdan 3 blok balandlikda va ularning ko'zi boshqacha va uzunligi juda katta va ular blok ola oladi. Nimaga aynan blok olishadi va teleportga ega? Ularning blok olishining bitta sababi, balkim ularning o'zining dunyosi bordir va ular buzilib ketgan bo'lishi va ular qadimgi o'yinchi bo'lishi mumkin va ular bloklarni tanlab olib o'zlarini yana dunyolarini qayta qurmoqchi bo'lishadi. Ular masalan nezerda paydo bo'lishadi va ko'k o'rmonlardami, qizil o'rmonlardami paydo bo'lishadi. Pishirish yo'lim bilan. Nega aynan ular faqat shu dunyoda va endda paydo bo'la olishadi va ular teleport qilishadi? Chunki yana bir marta aytaman, ular o'z dunyosini tiklamoqchi bo'lishadi balkim. Ular qadimgi o'yinchi bo'lib, o'shani endga tushib qolishgan. Va nega ular aynan Ender Dragon'ni himoya qilishadi? Buning ham bir sababi bordir do'stlarim. Axir u yerga tushib qolgandan keyin u yerda faqat bitta meva bo'ladi. Bu ham bilsa mana shu meva. Faqat u yerda ana shu meva bo'ladi. Boshqa hech narsa yo'q. Ular shuni yeb, ana shunday bo'yin uzunlikka teleport qiladigan bo'lib ketishgan. Chunki biz uni yeganimizdan keyin biz ham qayergadir teleport bo'lamiz, ko'rib turganingizdek. Shuning uchun ularning ko'z rangi o'zgarib ketgan va bo'yi. Va endermenlar qo'liga blok ko'tara olishi juda qiziq. To'g'rimi? Nega boshqa narsalar qo'liga blok ko'tara olmaydi? Buning ham juda qiziq taraflari bor do'stlarim. Va endermenlar juda uzun va agressiv desa ham bo'ladi. Biz ularni ko'ziga qaragan paytimizda nima bo'lishini aytaymi? Chunki ularning eski davrlari esga tushib ketib, bizga hujum qilishadi. Shu bilan videomiz tamom bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lib, bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Hammaga xayr.